Uyg'ur xalq cho'chaklardan Malika Barno. Burunning burnusida nihoyatda saltanatli shoh o'tgan ekan. Shohning ayoli homildor bo'lib, 14 kunlik oyga o'xshash chiroyli bir qiz tug'ibdi. Shoh farzand ko'rganlik uchun shodlanib, 7 kunduz to'y tomosha uyushtirib beribdi-da, qiziga Barno deb ism qo'yibdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Malika Barno nihoyat aqlli va ziyrak qiz bo'lib o'sishga boshlabdi. Qiz o'qish yoshiga to'shqanda, otasi uni o'rta ustoziga o'qishga berib, 20 yoshigacha o'qitibdi. Malika butun ilmlarni kamolatga yetkazib o'rganibdi. Qizning danqi butun jahonga tarqalibdi. Uning go'zalligi va donishmandligini anglab, ko'rmay turib oshiq beqaror bo'lgan shahzoda Bayzodalar orqa-orqadan shohga elchi avatishga boshlabdi. Lekin Malika Barno uylanish haqidagi maslahatlarga javoban: "Otam meni yotliq qilmoqchi bo'lsa, menga loyiq bo'ladigan yigit aql va dono bo'lishi lozim. Ani shundoq yigit bo'lsa, men otamning talabini o'rlashga tayyor", debdi. Shoh qizning javobini anglab bir narsa deyolmabdi. Oradan yana bir qancha yil o'tib ketibdi. Shoh yorug' dunyo bilan xo'shlashib, u dunyoga safar qilibdi. Malika otasining o'rniga podshoh bo'lib taxtga chiqibdi va butun yurtga: "Mening 41 savolim bor. Kimki mening savollarimga to'g'ri javob berib, meni qanoatlantira olsa, u mayli shahzoda bo'lsin, mayli gadoy bo'lsin, men uning bilan to'y qilaman. Shohligimni berib, xizmatini qilaman. Agar javob beramasa, o'zini dar ostida ko'rdi", deb chakarlabdi. Bu shartga rozi bo'lg'uchilar Malikaning oldiga kirib, uning savolini anglashga boshlabdi. Biroq Nini mashhur shahzodalar va bayzodalar qizning savoliga tuzukroq javob berolmabdi. Javob berolmagan har bir yigit darg'a esilganda, qiz ularga ta'na qilganday: "Har kim o'z holini bilmasa, behuda jondan ayriladi", degan so'zni bir qitim takrorlab qo'ydi ekan. Bu shaharning bir yezida o'tinchilik qilib jon boqadigan bir buvayning Nodir degan o'g'li bir kuni Malikaning savollariga javob berish uchun o'rniga kiribdi. "Hey yigit, talay yigitlar savollarimga javob berolmay aziz jindan ayrildi. O'z jiningga iching og'risin, rayingdan qayt", debdi Malika yigitni qaytarmoqchi bo'lib. "Kishi o'z baxtini irodasidan qaytmaslik bilan topalaydi. Sizning muborak qo'lingizda o'lish men uchun baxt", debdi Nodir ikkilanmay. "Nadin kelding?" "Ota-onamning mehr muhabbatidan kelganligim o'zingizga ayongu." "Nega borsan? Turar yerim qayerda?" "Oshiq uchun yurtning yoti yo'q, yurt o'g'li uchun hamma yer makon. Men sizning visolingizga yetkili keldim." "Insonning oliy fazilati nimada?" deb so'rabdi Malika. "O'z beshiga kelgan qiyinchilikqa bardoshlik berish va o'z vataniga, xalqiga, do'stiga xiyonat qilmaslikda", deb javob beribdi yigit. "Butun dunyoga shohlik qilganlar bo'lganmi?" "Bo'lgan. Dunyo bino bo'lgandan buyon jahon shohlaridan Iskandar qatorliqlar o'tdi. Biroq ilm hikmat jihatda yaratgan to'ytusi bo'lmag'achqa, dunyoda ularning quruq nomili qoldi xolos." "Kishilar qaysi yaxshilikdan qochadi, qaysi yomonlikni so'yidi?" "Kishilar qor yomg'irdan iborat tabiatning yaxshiligidan o'zini qochiradi. Ortiq mol dunyo, fitna fasodni so'yidi. Bu umumiy odatdir." "Odamni pastlashtiradigan sifat nima?" "Takabburlik, mag'rurlik, aldirang'ulik va yolg'onchilikdir." "Qandoq kishi rahimdil va qandoq kishi rahimsiz, pixsiq bo'ladi?" "Yo'qsizlik, ochliqning ta'mini tetigan kishi rahimdil bo'ladi. Shaxsiyatchi, o'zimchil boylab, pixsiq va bexil keladi." "Dunyoda eng keng narsa nima?" "Olam bo'shliqi, shundoqla podshohlarning adolati, olimlarning ilmu hikmatidan ortiq kenglik yo'q."
Dünyada sansız ve cheksiz narsa nima? Jonliq sonsiz, olam cheksizdir. Hayotlikning afzalligi nimada? Ilm, ma'rifat, ajr, mehnat, pok muhabbatda. To'ymas narsa uchratdingmi? Uchratdim. Ko'z qarab to'ymaydi. Muhabbatli kishilar bir-biriga, o'tunga, olim ilmga, boy molga, odam umrga to'ymaydi. Malika Barno ko'nglida balli azmat deyishga majbur bo'libdi. Lekin yanada tan bermay mag'rurlik bilan savolni davomlashtiribdi. Odam nimadan xorlanadi? Hammaga ayonki, ilm ma'rifatni, hunarni, durust amgakni xo'rlig'uvchilarning oqibatda o'zlari xorliq qilib vayron bo'lishi muqarrardir. Nimalar bir-biridan ayrilmaydi? Saqliqdan og'riq, hayotlikdan mamotliq, to'qliqdan ochliq, xushalliqdan xafaliq mangu ayrilmaydi. Xizmat qilishdan yonmaslik kimga mansub? Bola ota-ona xizmatidan, mard xalq xizmatidan, uy egasi mehmon xizmatidan yonmaydi. Odam nimadan nomusga qoladi? Chaqirmagan yerga berish, bo'xton qilish, dushmandan, bexildan yordam tilash odamni o'limdan ortiqroq nomusga elib bordiganligi muqarrardir. Eng ig'ir narsa nima? G'ayribliq, judolik, muhtojlik tangdoshsiz ig'irdir. Ustozi yo'q hunarvan bormi? Bor. Muhabbatlik yurak, ustozsiz hunarvan. Nima boylik hisoblanadi? Salomatlik va xalqning hurmatiga sazovor bo'lishdan ortiq boylik yo'q. Odamning eng yomon dushmani qaysi? Ajrsiz to'plangan mol dunyo eng yomon dushmandir. Mening iltifotimga sazovor bo'lishni xohlamsan. Sizni xiyol qilish bilan xushalman. Nadirning javobidan to'liq qanoatlangan Malika Barno o'rnidan dast turib Nadirga hurmat bildiribdi va o'z qo'li bilan shohlik tojini kiydirib, oltin taxtga chiqaribdi-da. Sizning amringizda bo'lishga roziman, deb ehtirom bildiribdi. Doqi dumbaq kanay sunay chilinibdi. Zilji gilamlar silinibdi. Tosh qazonlar esilibdi. Hamma ulug' ushaq murosimga qetilibdi. Ravoqlarning ustidan tangi tillar chechilibdi. Shundoq qilib 40 kecha kunduz to'y tomosha bo'pti. Malika Barnoga uylanib olgan Nadir hayotining oxirigacha odillik bilan yurt so'rab baxtli yashapti.